Assalomu alaykum. 5-sinf matematika darsligini yechishda davom etamiz. Takrorlashdan oldingi oxirgi mavzuyimiz darslikdan 150-bet to'rtburchaklarni noma'lum burchaklarni topish mavzusiga kelganmiz. Qarang va o'rganing. Birinchi mashq. Quyidagi parallelogramning belgilangan noma'lum burchaklarini toping. Parallelogram bilamiz, qarama-qarshi tomonlari uzunligi teng, qarama-qarshi burchaklari gradusi teng va qarama-qarshi tomonlar bir-biriga nisbatan parallel bo'ladi. Hop. Bu yerda S burchini top deyapti. S burchi 65 berilgan burchakka qarama-qarshi bo'lganligi uchun S burchak ham 65 bilan bir xil 65 bo'ladi. Qolgan burchaklarni topish mumkinmi? Ha. Qolgan burchaklarning yig'indisi 180 edi. Masalan, B burchagi bilan S burchagining yig'indisi 180. S burchagi 65 mi? Demak, B burchagini topish uchun 180 dan 65 ni ayiramiz. 115. Bu B burchagi 115. Buni ro'parasidagi D burchagi ham 115 bo'ladi. Shu bilan topsak bo'ladi. To'rtburchaklarda parallelogram bo'ladimi, rombmi, trapetsiyami shuni ko'rdikki, shunaqa ikkita yonma-yon burchaklarning yig'indisi 180 bo'lishi kerak edi har doim. Mana yana bitta parallelogram B misolimiz edi. Bu yerda ham qolgan burchaklarni toping deyapti. 120 ga qarama-qarshi burchak G burchagimiz bo'ladi. Bu ham 120. Endi mana F bilan H topish uchun o'sha 180 dan mana 120 ni ayiramiz, 60 bo'ladi. Demak, H ham F burchagi ham 60 gradusligi topildi. Bu yerda nima deyapti? Bir tomonga yopishgan burchak yonisi bo'ladi. Shuni ko'rdik. Bir tomonga yopishgan burchaklar yonisi 180 ligini ko'rdik. Hop, rombda ham xuddi shunaqa parallelogram bilan bir xil, qarama-qarshi tomonlari o'zi hamma yog'i bir xil. Uzunligi bir xil bo'ladi, lekin qolgani parallelogram bilan bir xil, qarama-qarshi burchaklari teng va qo'shni burchaklarning yig'indisi, masalan, Q bilan R burchagining yig'indisi 180 yoki R bilan S burchagining yig'indisi ham 180 bo'ladi. Hop, shundan demak bu 135 bo'lsa, ro'parasidagi P burchagi ham 135 bo'ladi. Yonidagi S bilan Q burchaklarini topish uchun 180 dan 135 ayiramiz, 45. S burchagi ham 45, Q burchagi ham 45 ligi kelib chiqdi. Qarama-qarshi burchakdan qolgan burchakni topish mumkinmi? Topildi. Hop, trapetsiyada unaqa ko'p xossalari yo'q. Ikkita asosi, tepadagi bilan pastdagi asosi bir-biriga parallel bo'lardi va shu yonma-yon burchaklari bitta tomonga yopishgan burchaklar yig'indisi bunda ham 180 gradus edi. Masalan, mana A burchagini topish uchun 78 dan 180 dan 78 ayrilib A burchagi topilyapti. S burchagini topish uchun 180 dan 125 ni ayirib S burchagi topiladi. Mana bu ikkita burchagimiz demak, mana shu ikkita burchagimizning yig'indisi 180, bu yoq ikkita burchagimiz yig'indisi ham 180 xossasidan foydalanib shu ichidagi noma'lum topilyapti. Bu yoq juftlikdan A burchagi noma'lum topildi. O'ng tarafdagi juftlikdan S burchagi noma'lum, u ham topildi 180 dan ayirib. Keyingi parallelogram P burchagini toping debdi. Hop, P burchagini qanaqa topamiz? Bu yerda mana parallelogramni yana 2 ga bo'linibdi-da, ikkita uchburchak hosil qilinibdi. Uchburchaklardan bittasi to'g'ri burchakka ega ekan. Mana belgilab qo'ygan, ya'ni to'g'ri burchak degani 90 gradus degani. Hop, biz nimani bilardik? Mana qarama-qarshi tomonlari teng. Masalan, mana P burchagi necha bo'lsa, mana ham P burchagi bilan bir xil. R burchagi. Demak, mana shu burchakni topsak, P burchagini topgan bo'lamiz. Endi mana uchburchagimiz bor mana S, Q, R uchburchagidan ichidagi ikkita burchagi ma'lum 51 gradus, 90 gradus. Endi uchinchi burchagini topish uchun 180 dan mana shu ikkitasini 90 bilan 51 ni ayirib tashlaymiz. Shunda mana 39 chiqdi. Demak, bu yoq R burchagimiz 39 bo'lsa, uni qarama-qarshisidagi P burchagi ham 39 ligini bilib, shu bilan javob topildi. Keyingisi rombda ham hamma tomonlari teng va yana o'rtasidan bo'lib ikkita uchburchakka bo'lib qo'yishibdi. Ro'paradan uchidagi 40 bo'lsa, FHG. Mana hamma burchagini x deylik, shuni top deyapti. Hop, buni burchakligini topishni nima qilamiz? Birinchi 40 gradus tepasi bo'lsa, mana ham ro'parasidagi burchak ham 40 gradusligini bilamiz. Endi 40 gradus bo'lgandan keyin mana hamma yog'i teng edi, mana hamma tomonlari mana hamma yog'i teng. Endi tegidagi uchburchakni olsak, mana bu uchburchakni olsak, tegidagi. Mana shu uchburchakni olsak, mana bu asos.
Mana ikkita yon tomoni. Yon tomoni bir-biriga teng, ya'ni teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchak bo'lyapti. Teng yonli uchburchakda asosidagi burchaklari teng bo'ladi. Bu yog'i x bo'lsa, mana bu yog'i ham x, ya'ni noma'lum burchak. Demak, uchburchaklarning ichki burchaklari yig'indisi 180. 180 dan 40 ga ayirsak, mana ma'lum bo'lgan burchagini ayirsak, qolgan ikkita burchagini summasi kelib chiqadi 140. Ya'ni ikkita x ni qo'shsa 140 ekan. Demak, bitta x ni topish uchun 140 ni 2 ga bo'ldik, 70 chiqdi. Demak, bu yog'i ham 70, bu yog'i ham 70. Uchi mana tegidagi uchi 40 graduslik kelib chiqdi. Demak, noma'lum burchaklarni topayotganda o'sha shaklga qarab, shaklning xossalarini bilishimiz kerak. Uchburchak bo'ladimi, to'rtburchakmi, rombmi, parallelogrammi, xossalarini bilsak, noma'lum demak burchakni yo tomonini topish osonroq bo'ladi. Endi trapetsiya. Trapetsiyada AB DSga parallel deyapti, ASda teng yonli uchburchak bo'lsa, mana bu uchburchagimiz, tegidagi uchburchagimiz teng yonli bo'lsa, demak Y burchakka top deyapti. Hop, teng yonli uchburchak bo'lsa, mana asosi bu, mana bu asos bo'lyapti. Shu asosi mana yon tomonlari teng, bu yog'i 74 bo'lsa, mana bu yog'i ham 74 bo'ladi. Shuni mana bu yerda yozib oldim. Mana DAS ham 74 deb yozyapti. DAS burchagimiz. Hop, bu yog'i 74 bo'lsa, nimani topsa bo'ladi? Mana bu uchidagi uchidagi burchagini topsa bo'ladi mana. A deylik, noma'lum A burchagini topsa bo'ladi. Qanaqa qilib? Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180. 180 dan mana bizga ma'lum bo'lgan bu 74 va mana bu 74 ni ayirib tashlasak, bu A burchagimizning kelib chiqadi. Qiymati, ya'ni 32 gradus ekan. Hop, 32 gradusligini topib oldik. Endi nima qilamiz? Bu 32 gradus bo'lsa, parallel trapetsiyaning tepasi bilan pasti o'zaro asoslari parallel edi. Hop, biz parallel to'g'ri chiziqlarning kesishidan hosil bo'lgan burchaklarni ko'rganimizda, bu yog'i A bo'lsa, mana bu yog'i ham A. Ya'ni A ning o'rniga sonini yozadigan bo'lsam, tepada 32 topdik-ku, bu yog'i 32 gradus bo'lsa, mana bu yog'i ham 32 gradusligi qonuni bor. Buni qayerdan topamiz? Mana ikkita to'g'ri chiziq kesishgan, ana parallel to'g'ri chiziq bor. Uni 3-to'g'ri chiziq kesib o'tyapti. Mana bu burchak bilan bu yoq burchak, ichki almashinuvchi burchaklar deyiladi. Mana shu ikkalovi bir-biriga teng. Bu A burchak bo'lsa, bu ham A bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Mana tepa-pasti parallel chiziqlar, u cheksiz davom etadi deb qarasak bo'ladi. Bu parallel chiziqni mana 3-chiziq bundoq kesib o'tyapti. Kesib o'tganda bu yoq tegidagi chap taraf bilan tepadagi o'ng taraf burchaklar mana shu A burchaklar bilan mos tushadi. Shular o'zaro teng degan xossamiz bor. O'shandan bu yog'i A burchak tepa taraf 32 ligi kelib chiqdi. Xo'p, endi tepadagi uchburchagimizni bitta shu Y noma'lum qoldi. 180 dan 100 bilan 32 ni ayirib tashlasak, demak Y burchagimiz 48, noma'lum burchak topildi. 48 ekan Y burchagimiz. Shu bilan bu masala ham yechildi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Hop, 7-masalamiz. Trapetsiya berilgan, tepa asosi bilan pastdagi asosi parallel deyapti, x burchagini top. Hop, buni trapetsiyani yana o'rtasidan 2 ga bo'lib, teng 2 ga bo'linmagan, o'rtadan bunday bo'lingan, hop, diagonal qilib ikkita uchburchakka bo'lingan ekan. Ikkita uchburchakka bo'lingan. Tepadagi uchburchakni mana ikkita burchagi ma'lum, mana 3-burchagi noma'lum. 3-burchagi noma'lum. Bu 3-burchagi haligi xossaga asosan mana trapetsiyani tepa asosi, bunga parallel trapetsiyani pastki asosi va bu ikkita parallel chiziqni 3-chiziq mana bu uchburchakni tomoni kesib o'tyapti. Shunda mana ichidagi burchak o'ng tarafdagi x bilan tepadagi chap tarafdagi burchak teng bo'ladi. Demak, mana bu yoq ham x bo'ladi. Shu haligi xossadan foydalandik. Ichki almashinuvchi burchaklar. Bu x bo'lsa, tepa ham x bo'ladi. Hop, bilib oldik endi. Demak, bu yoq ham x ligini. Demak, men tepadagi uchburchakni shu burchagini topsam, mana pastdagi x ni topgan bo'lar ekanman. Uning uchun tepadagi uchburchakni qolgan burchaklari ma'lum. 180 dan 30 bilan 126 ni ayirib tashlasak, 24 kelib chiqdi.
Mana qilib tekshirib olsangiz ham bo'ladi deyapti. Yon tomonlarning yig'indisi 180 ga tengligidan ham topsak bo'ladi deyapti. Ya'ni mana bu yon tomonning yig'indisi 180. 180 dan 126 bilan 30 ayirsa x lik kelib chiqishi ham eslatib o'tyapti. Bu yerda ham shu anaqani meni xossani qo'llasak bo'ladi. Bu qoidani o'rniga osonroq sifatida kimga qanaqa qulay bo'lsa, trapetsiyaning o'ng tomoni, mana o'ng tomonida 3 ta burchak bor. 100 gradus, y gradus va 32 gradus. Mana shu burchaklarning yig'indisi 180 dan kelib chiqib, y topsak bo'ladi. 8-masalamiz. Romb ABC burchagini topish kerak ekan. Ya'ni mana buni. Hop, mana shu noma'lum x burchak. Shuni topish kerak. Hop, rombda demak hamma yog'i teng bo'ladi. Hamma yog'i teng. Uzunligi, tomonlari uzunligi teng. Hop, bu gradus topish uchun mana bu gradus topsak yetadi. Mana bu gradus. Qarama-qarshi burchaklari teng-ku rombda. Parallelogramda ham shunaqa. Buni gradus topish uchun mana tashqari gradus berilgan ekan, mana 280. O'zi butun aylana 360 gradus. Da tekis chizamiz, mana burchakning uchi. Mana chizuvdan boshlab butun aylana bir aylana yurib kelsa, mana shu 360 gradus yurgan bo'ladi. Endi mana chizig'imiz ozgina ochildi. Chizig'imiz ozgina ochildi-da, burchak hosil bo'ldi. Demak, burchakning tashqarisi mana, tashqarisi berilgan, plus ichkarisi. Shu tashqaridagi burchak A burchagi bilan ichkaridagi burchak B burchagini qo'shsa 360 bo'ladi. Aylana bo'ladi-da qo'shganda. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana ichidagi burchak bu x ro'parasidagi bo'lgani uchun bu yerda ham x deb belgilaymiz. Mana shu x 280 ga qo'shsa 360 bo'lishi kerak. Aylana bo'ladi. To'liq aylana bo'ladi demadi. Aylana bo'lganda bir qismi yo'q. Mana ichkidagi mana shu qismi, ichidagi qismi, chizilmagan qismi mana x bo'lyapti bizda, x burchak. Demak, uni topish uchun hammasi 360 bo'lsa, 360 dan 280 ni ayirsak, mana shu chizilmagan qismi kelib chiqadi 80 gradus. Demak, buni ro'parasidagi bizdan so'ralayotgan burchak ham 80 gradus bo'ladi. Keyingi misolimiz, juftlikda ishlang. Amati bilan noma'lum burchaklarni toping. Javobni qanday topingiz do'stingizga tushuntirib bering. Hop, A misolda parallelogram berilgan ekan. Bitta katta burchagi 50 gradus, mana bu yog'i 25 ekan, yarmi 25 da. Hop, ADS BCDga teng ekan. ADS BCD. Burchaklarni toping deyapti. Hop, mana katta burchakni top deyapti, mana bunisini top deyapti. Katta burchak ma'lum ro'parasidagi burchak 50 mi? Demak, bu ham 50 bo'ladi. Mana bizdan so'ralgan ADS burchak ADS ro'parasidagi ABC ga teng. Ro'parasidagi ABC ga teng. Ya'ni necha edi? 50 gradus. Birinchi savolga javob topdik. Keyingisi BCD. BCD burchagimiz. Bu burchakni topish uchun mana ikkalovini yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Demak, 180 dan bizga ma'lum bo'lgan 50 gradusni ayirib tashlasak, mana bu C burchagimiz kelib chiqadi. 50 ni ayirib tashlaymiz, 130 qoladi. BCD burchagimiz bo'ladi shunda. Bo'ldi, so'ralgan ikkita burchak topildi. Amti 25 da prosta endi aldamchi qo'yilgan desak ham bo'ladi. Kerak emas. B topshiramiz. Romb berilgan ekan, teng 2 ga bo'lingan ekan. Mana katta burchagi 48, bu 24. Hop, PCR. Mana ham katta burchakni top deyapti. Va QRC. Mana tegidagi katta burchakni top deyapti. Hop, bizdan so'ralgan mana birinchisi PCR. Chap tarafdagi katta burchagimiz mana ro'paradigiga teng. Ya'ni bu ham 48 gradus. Birinchi javob. Ikkinchisi QRS ni so'rayapti. QRS. Bu burchakni topish uchun yana xuddi shu, mana ikkalovini yig'indisi 180 bo'lishi kerak. 180 dan 48 ayirsak, bu noma'lum burchak kelib chiqadi. Necha bo'ladi? 180 dan 48 ayirsa 132. Javob shu.
Keyingisi trapetsiya berilgan. Ikkita asosi tepa bilan past asosi teng. Yana bu yoqda 2 ga bo'lganda teng yonli uchburchak hosil bo'libdi. Teng yonli uchburchakda yon tomonlari teng. Hop, bu yoq burchak 110 gradus bo'lsa, y ni top deyapti. Hop, teng yonli uchburchakda mana ham ikkita yon tomoni teng. Men y ni topish uchun mana bu trapetsiyaning o'ng tomonidagi hamma burchaklarni yig'indisi 180 ga tengligidan foydalanaman. Hop, 180 gradusdan mana 110 gradusni va men bu A burchayi bilan belgiladim. Shu A burchayini ayirib tashlasam, Y burchayi kelib chiqadi. Lekin A burchayini bilmayman men. Y burchayini topish uchun, demak, birinchi A burchayini topib olish kerak. A burchayini qanaqa qilib topamiz? A burchayini mana shu teng yonli uchburchakdan topamiz. Mana bu teng yonli uchburchak bo'lsa, A bu yog'i ham A, bu yog'i ham A bo'ladi. Mana bu tegi asos bo'lyapti-da, uchburchakning asosi. Teng yonlikda asosiga yopishgan burchaklar teng. Demak, bu bizga noma'lum bo'lgan A burchagini topish uchun, burchak A ni topish uchun 180 dan 110 gradusni ayiraman. Kelib chiqqan javobi 2 ga bo'laman. 180 dan 110 ni ayirsak 70, 70 ni 2 ga bo'lsak 35 gradus. Demak, mana bu A burchayi 35 ekan. 35 gradus. Endi burchak Y ni topish uchun yana 180 dan nimani ayiraman? 110 bilan 35 ni ayiraman. Javobi 35. 70, 35. Demak, javobimiz Y burchi 75 lik kelib chiqdi. Bajaring va o'rganing berilgan noma'lum burchaklarni toping. Parallelogram noma'lum burchaklarni topish kerak. Mana A bilan B ni topish kerak. Hop, B burchagimizni mana bu 118 ga qarama-qarshi bo'lgani uchun bu ham shundoq 118 bo'ladi. A burchagimizni topish uchun 180 gradusdan mana ham ikkita burchakning yig'indisi 180 da, B 118 bo'lsa, A ni topish uchun 180 dan B ni ayirib tashlashim kerak. Ya'ni B 118 gradus. Ayirsak necha bo'ladi? 62. Kilo noma'lum burchak ham topildi. A burchak 118, B burchak 118, A burchak 62 ekan. Hop, bu yoqda noma'lum burchak mana B bilan belgilab qo'yibdi, kichkina b. Shuni topish kerak ekan. Uni topish uchun nima qilamiz? Uni topish uchun birinchi bu yoq qo'shnisini topib olamiz. Qo'shnisi mana 147 ning ro'parasi. Demak, bu ham 147 gradus bo'ladi. Bu 147 bilan B ni qo'shganda tekis tizuv bo'lyapti. Ikkita burchakni qo'shsak tekis tizuv. Tekis tizuv degani 180 gradus degani. Demak, B ni topish uchun 180 dan 147 ni ayirish kerak. Hop, 33. Bo'ldi. Bitta shu B burchak so'ralgan. Quyidagi romblarni belgilangan noma'lum burchaklarni toping. Hop, A rombda demak, hamma burchaklarni topish kerak. Bittasi berilgan, 137 berilgan. Demak, A burchagi 137 ning ro'parasida bo'lgani uchun bu ham 137 gradus bo'ladi. Endi D burchagi bilan B burchagi bir-biriga teng, ro'parama bo'lgani uchun bularni topish uchun 180 dan 137 ni ayiramiz. Ma'lumini ayirsak, o'shanda necha bo'ladi? 50, 43 gradus. Demak, D bilan B 43 gradusdan A burchagimiz 137 gradus ekan. Keyingisi bu ham romb deyapti. Rombni yana 2 ga bo'lib qo'yishibdi. Quyidagi romblarning deyapti. Bu ham romb bo'lsa, demak, hamma yog'i teng, mana hamma yoqlari teng. Hamma yog'i teng. Tashqi tomoni ichini bundoq bo'lib qo'ygan, ikkita uchburchak qilib. Hop. R bilan S burchagimizni topish kerak ekan. Hop, uni qanaqa topamiz? O'zi R ko'rinib turibdi. Mana o'ng taraf tepadagi uchburchakni olsak, buni o'chirib turaman, bu yoq tarafini ko'rsatmay turaman. Demak, teng yonli uchburchak bo'lyapti. Mana bu yerda asos bo'lyapti. Asosidagi burchaklari teng bo'ladi. 55 bu yog'i bo'lsa, bu yog'i ham 55 bo'lishi kerak. Demak, burchak R 55 bo'ladi. Hop, birinchi noma'lumni topdik, tushunarli? Hop, endi bu yoq S burchakni topishimiz kerak. S burchakni qanaqa topamiz? Men yana xuddi shu tepadagi, mana ro'paradagi burchakni topib olaman. Bu yerda burchaklar ma'lum-ku, tepadagi uch burchakda mana 55, bu yoq R ham 55 bo'ldi. Endi men bu noma'lum A burchagini topib olsak bo'ladi. Shu A burchayi S bilan teng bo'ladi. Bu A demayman-da, sirazu
Buni ham S deyman. Chunki S bilan qarama-qarshi burchaklar teng edi. Bu S qanaqa topaman? S burchagini 180 dan mana 3 burchak bo'lsa, 3 burchaklarning ichki burchaklari yig'indisi 180 edi. 180 dan 55 va mana bu R ham 55 edi. Ikkita 55 ni ayirib tashlayman. Yana ayiru 55. 70 gradus. Demak, bu uchimiz 70 gradus. Bu o'sha S bilan bir xil degani. Qarama-qarshi turganligi uchun javob shu. R burchak 55, S burchak 70 ekan. Hop, endi 3-chi mashqimiz quyidagi trapetsiyalarning kichik harf bilan belgilangan noma'lum burchaklarini toping. Hop, trapetsiya bundoq turg'izib qo'yishibdi. Bundoq asoslari odatda tepa pastda bo'lardi. Bu yerda o'ng bilan chapda bo'lib qoldi. Ikkita parallel mana bu uchburchak belgisi parallel degan edi. Mana bu tepa asos, bu katta asos. Kichkina asos, katta asos. Farqi yo'q. Trapetsiyaning bitta yon tomonidagi burchaklari yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Demak, mana shu yerga D burchagini topish uchun noma'lummi? Mana bu 180 dan ma'lum burchakni ayiramiz. Ya'ni 110 gradusni ayiramiz. O'shanda 70 bo'ladi. Bo'ldi, bitta shuni so'ragan. Hop, bu trapetsiyada bitta tarafi mana ikkala yoni 90 gradusdan ekan. Bu yog'ini top deyapti. Bu yoqda ham shu yon tomoni, ikkinchi yon tomonni, mana ham birinchi yon tomoni 90 qo'shsa 180 bo'ladi. Endi bu Y gradus bilan Y burchagi bilan 148 ni ham qo'shsa 180 bo'lishi kerak. Undan demak Y gradusini topish uchun 180 dan shu 148 ni ayiramiz. Hop, 32. Hop, S chizmamiz. Hop, biza bu yerda C burchagini topishimiz kerak ekan. Hop, C burchagini qanaqa topamiz? Mana bu yerda uchburchagimiz B, D, S uchburchagi, tegidagi uchburchak. Teng yonli uchburchak ekan. Mana belgilab qo'yibdi. Teng yonli bo'lsa, mana bu asosi bo'lyapti. Shu asosidagi burchaklari teng, bu 75 bo'lsa, mana bu ham 75 bo'lishi kerak. Hop, endi bu ikkalovi 75 bo'lsa, mana bu burchak nechi bo'ladi? Bu uchburchakning uchidagi burchagi. Bu A burchagi deylik. Mana shu A burchagini topish uchun 180 dan ikkita 75 ni ayiraman, ikkita asosini. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 ku, mana uchalovini qo'shsa 180 chiqish kerak. 75 A burchagini qo'shsa 180 chiqish kerak. Demak, 180 dan qolgan ikkitasini ayirsam, mana uchinchi burchak A burchagi chiqish kerak. Hop, 30 gradus. Bu A 30 ekan. Endi mana bu trapetsiyani shu chap tomonidagi burchaklarni olsam, 3 ta burchak bor, 130, C burchagi va A burchagi. Shularning yig'indisi ham 180 bo'lishi kerak. Bu yerdan C burchagini topsam, 180 dan ayirishim kerak qolgan burchaklarni. 130 ni va yana 30 ni. Ham A burchagi 30 ku, buni ham ayirib tashlayman. 130 ayirsam 50, yana 30 ayirsam 20. Demak, javob 20 ekan. C burchagi 20 ekan. Shuni topdik. Keyingisi, hop, trapetsiya bu ham ikkita tepa asosi bilan past asos parallel. Yana o'rtasini ham chiziq tushirib, bu yoq chap tomonida teng tomonli uchburchak hosil qilinibdi. Hamma 3 ta tomoni teng. Bir-biriga teng. Teng tomonli uchburchakda nima bo'lardi? Ichidagi hamma burchagi 60 gradusdan bo'lardi. Teng burchak bo'linadi. Uchburchakni burchaklari yig'indisi 180 bo'lsa, 180 ni teng 3 ga bo'lsak, 60 gradusdan to'g'ri keladi. Hop, buni topib oldik. Endi K ni topishimiz kerak. K bilan 60 gradusni qo'shsa, tekis chizuv bo'lyapti. Demak, K burchagini topish uchun tekis chizuv degani 180 gradus degani, shundan 60 ni ayirsam K kelib chiqadi, ya'ni 120 gradus. Mana M burchagini nima qilaman? Trapetsiyaning o'ng tomonining yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Demak, M burchagini topish uchun 180 dan mana ma'lum bo'lgan ikkinchi burchak 125 ni ayirishim kerak. Bu 55 bo'ladi. Demak, K bilan M burchaklarini so'ralganda, K burchagimiz 120 ekan, M burchagimiz 55 gradus ekan. Keyingisi Y chizmamiz. E chizmamiz. Bu ham trapetsiya.
tepadagi asosi bilan pastdagi asosi teng, parallel. Tepadagi burchagi 90 bo'lsa, mana bu yog'i ham 90 ekan. Ikkita chap tomoni to'g'ri burchakdan iborat. Hop, A burchagini top deyapti. Bu bittada topamiz. Mana trapetsiyani chap tomoni, mana ham chap tomoni ikkita 90 gradusdan iborat. Qo'shsa 180 bo'ladi. Endi o'ng tomoni. Trapetsiyani o'ng tomonida 4 ta burchak bor. 50 bor, 23 bor, A bor, 65 bor. A burchagini topish uchun 180 dan hammasini ayiramiz. 180 dan ayiramiz 65 ni, ayiramiz 23 ni, ayiramiz 50 ni. Necha bo'ladi? Hop, 65 ni ayirsak 50 ni ayirib qilaylik, 130 bo'ladi. 130 dan 23 ayirsak hop 107 qoladi. 107 dan 60 ayirsak 42 qoladi. 42 dan 5 ayirsak 37. Kalkulyatorimiz yo'q edi, 37 chiqardik. To'g'ri chiqadi o'sha shekilli. Shu bilan bo'ldi, bittada A burchagini topdik. Faqat shuni so'rayapti. A. Boshqa kichkina harf yo'q bu yerda. Hop, F chizmamizda-chi. Bu nima? Bu ham trapetsiya, mana ikkita asosi parallel deyapti. Uch burchak bilan chizib qo'ygan. Yana bunaqasiga 2 ga bo'lib, tagidagi uch burchagimiz teng, yonli uch burchak ekan. Ikkita tomoni teng, mana bu uzun tomoni bu asos bor. Demak, ikkita tomoni teng bo'lsa, mana ham ikkita burchaklari bir-biriga teng bo'ladi. Bu ham A burchak, bu ham A burchak bo'ladi. Biz mana bu S burchagini topishimiz kerak. Hop, S burchagini topish uchun nima qilamiz? S burchak mana trapetsiyani mana bu tomoni o'ng tomoni, mana bu tomoni chap tomoni mana. Mana shu yerdagi tomonlarning yig'indisi 180, bu yerdagi tomonlarning yig'indisi ham 180. Mana bu yerdagi burchagini B burchagi deb qo'ydik. Hop, mana o'ng tomonda hamma burchaklar bor, faqat A burchagi yo'q. Bu tomondan 180 dan hammasini ayirib A burchagini topib olamiz. A burchagini topsam, demak, mana bu yerdagi A burchagini ham topgan bo'laman. Hop, keyin nima qilamiz? Tepadagi uch burchakni graduslarining yig'indisi 180 bo'ladi. Undan bu ikkalovini ayirib B burchagini topamiz. Keyin S burchagini topib olamiz. Bizga o'zi maqsad S burchagini topish o'zi aslida. Menimcha shu yo'l soddaroq bo'lsa kerak, sal balkim uzunroq tuyular. Ketdi, masalan, A burchagini topib olaylik. A burchagini topish uchun 180 dan ayiraman 78 ni, ayiraman 88 ni. Kalkulyator taqila qoling, adashib ketishim mumkin. Hop, 180 dan ayiramiz 88, ayiramiz 78. 14 gradus ekan. Hop, lekin tepadagi uch burchakni qarasa, B burchagi, 3-burchagi bo'lyapti. Qolgan ikkita burchagi 78 bilan 88. B burchagini topish uchun ham xuddi shu ish qilish kerak. 180 dan 78 ni 88 ayirish kerak. Demak, bu A burchagi shu bo'lsa, B burchagi ham shu ekan. Bittada ikkita burchakni topdik. A ham B ham 14 gradusdan ekan. Endi C burchagini topish uchun 180 dan mana dumaloqning ichiga kiryapti. A bilan B ni ayirib tashlayman. 180 dan A bilan B ni ayirsam, C burchak kelib chiqadi. A bilan B ikkalovi ham 14. Mana A, mana B masalan. Demak, 180 dan 28 ni общий ayirishim kerak. O'shanda 152 bo'ladi. Hop, shu bilan noma'lum burchakni topdik. Hop, keyingisini ham ko'rib qo'ya qolaylik birato'la. O'ylab ko'ring, rasmda ABDS trapetsiya berilgan ekan. Hop, ADga teng yonli uchburchak. Mana bu chap tarafga uchburchak. Hop, AD AGga teng ekan. Hop, ADga 65 ekan. X ni toping. Hop, X ni topishimiz kerak. Qana qilib topsak bo'ladi? X ni topish uchun mana trapetsiya bo'lsa, chap tarafdagi burchaklar yig'indisi mana bu hammasi shuni hammasi yig'indisi 180 gradusdan foydalanamiz. Demak, bizda 65 gradus bor. Keyin mana bu noma'lum A burchagimiz bor. Keyin X burchagi bor. X burchagini topish uchun menga 65 va A kerak.
A yo'q menda. Demak, A ni topib olishim kerak birinchi. A ni qanaqa topaman? Mana shu uch burchakdan foydalanaman. Mana o'chirib turamiz, tushunarli bo'lishi uchun. Hop, teng yonli bo'lganligi uchun asosi mana bu tegi asos bo'ladi. Hop, asosidagi yopishgan burchaklar bir-biriga teng. Demak, bu yog'i ham 65 bo'ladi. Endi uch burchakning burchaklari yig'indisi 180 gradusdan foydalanib A burchagini topish uchun 180 dan ayiramiz 65 va yana 65. 65 ga 65 130 bo'ladi. Uni mana bu 180 dan ayirsak 50 gradus bo'ladi. A burchak 50 ekan. Bo'ldi, demak 65 gradusni va A burchagini 180 dan yana ayirib tashlasak, x burchak kelib chiqadi. Burchak x ni topish uchun 180 dan oltmish beshni va A burchagimiz 50 gradus ayirib tashlashimiz kerak. Hop, 180 dan 50 ni ayirsak 130, 130 dan 60 ayirsak 70, yana 5 ayirsak 65 ekan. Javobimiz topildi. Noma'lum x burchi 65 gradus ekan. Hop, endi mashq daftariga o'tamiz. To'rt burchakni noma'lum burchaklarini topish. 6-chi topshiriq, birinchi mashq noma'lum burchaklarini toping. Parallelogram. Hop, noma'lum burchakni topish kerak. 55 bo'lsa, ro'parasi ham 55. Hop, mana chap tarafidagini yig'indisi 180 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Hop, shundan topsak bo'ladi menimcha. B burchini topish uchun 180 dan 55 gradus ayiraman va mana ma'lum bo'lgan 52 ni ayiraman. Shunda B gradus kelib chiqadi burchagimiz. Hop, bu 100 gradus 80, 80 dan yana 7 ni ayirib tashlasak 73. Keyingisi, bu yerdan mana D burchini topishim kerak. Bu ham xuddi shu, mana qarshisidagi burchak 60 bo'ladi. Mana mana shu chap taraf yig'indisi 180 dan foydalanib D ni topsak bo'ladi. Ya'ni 180 dan ayiraman 60 gradusni, ayiraman 70 gradusni. Общий 60 ga 70 qo'shsa 130, 180 dan 130 ayirsa 50. D burchagimiz 50 gradus ekan. Keyingisi romb. Y burchini topish kerak. Rombni hamma yog'i teng, mana teng, 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 teng. Teng qilsak mana chap tarafdagi uch burchak teng yonli uch burchak bo'lib qoldi. Mana bu yog'i asosi. Tegi deganida asosi. Yonlari teng bo'lsa, demak 65 bo'lsa, Y burchagimiz ham 65 bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, bu yoqda F burchagimiz. Bu ham romb bo'lsa, teng yonli uch burchak. Mana 2 ga bo'lganda tepadagi uch burchak ham teng yonli, pastidagi ham teng yonli. Bu 138 bo'lsa, o'zi qarama-qarshi burchaklari ham rombda teng parallelogramga o'xshaydi. Bu ham tegi ham Y burchagimiz ham 138 bo'ladi. Endi uch burchagimizning uchini gradusi ma'lum, 138 gradus. Teng yonli bo'lganligi uchun bu yog'i F bo'lsa, mana bu yog'i ham F. F burchini topish uchun 180 gradusdan 138 ayiramiz-da, 2 ga bo'lib qo'yish kerak. Hop, 42 ni 2 ga bo'lsa 21. Kichkina gradusdan ekan. Demak, o'ng tarafi ham 21, mana bu yog'i ham 21, bu yog'i Y burchagi 138 gradus bo'lgan uch burchak tashkil qilganda shu tegidagi uch burchak. Keyingisi trapetsiya berilgan, PR va TS parallel. Hop, mana trapetsiya, Q burchini top. Shu mana chap tarafini burchaklari ham 180 bo'lishi kerak. Demak, Q ni topish uchun 180 dan 45 va 85 ni ayiramiz. O'zi 45 ga 85 qo'shsak necha bo'ladi? 90 130. 180 dan 130 ayirsak 50. Q burchi 50 ekan. Bu yoqdachi o'ng tarafda trapetsiya berilgan, parallel ikkita burchakni topishimiz kerak.
R bilan S burchini topishimiz kerak. R burchini tepadagi uchburchakdan topib olaman. Tepadagi uchburchakda qolgan ikkita gradusi ma'lum. Demak, 180 dan o'sha qolgan ikkita 20 bilan 140 ga ayirib tashlasam, 3-burchak, R burchak noma'lum burchak kelib chiqadi. Hop, 20 gradus. Hop, endi bu yoqdan o'ng tarafi trapetsiyani 180 bo'lishi kerak. 180 dan o'sha 120 gradus berilgan, o'shani ayiraman. Keyin mana bu R burchagini topdik, 20 gradus ekan, uni ham ayiraman. O'shanda S burchak kelib chiqadi. 40. Demak, ikkita noma'lum topildi. R 20 gradus ekan, S 40 ekan. Keyingisi bu yerda ham trapetsiya, mana parallel tomonlar chap bilan o'ng tomoni. Hop, bu yerdagi ikkita W bilan X ni topdi. Hop, X ni topib olsak, bu yoq o'ng tarafdagi uchburchakdan topamiz. D, B, S yoki B, S, D uchburchak. Yetilishi farqi yo'q. D, B, S desak ham bo'ladi, B, S, D. Shu uchburchakda ikkita burchagi ma'lum, 42 bilan 85. X burchagi bu 3-burchak. 3-burchakni topish uchun uchburchakda 180 dan qolganlarni ayirardik. 85 bilan 42 ni. Nechi bo'ladi bu? Hop, 85 ayirsak 95 qoladi. 95 dan 40 ga ayirsam 55, 55 dan 2 ni ayirsam 53. Keyingisi W burchagi. W burchagini o'sha trapetsiyani mana u yoq qismi yig'indisi 180, bu yoqdagi burchaklarning yig'indisi ham 180 bo'lishi kerak. Shundan topaman. W ni topish uchun 180 dan qolgan ikkita ma'lum burchakni ayiraman. Ya'ni 85 mana shu aylanaga kiruvchi va X burchak. X ni topdik 53. Uni 42 bo'ladi. Keyingisi o'ng tarafda D trapetsiya, D chizmamiz. Parallel tomonlari berilgan, qiyshiqroq chizilganda tasavvur qilish qiyin bo'lishi uchun. Hop, Z bilan Y ni topishimiz kerak. Buni qanaqa topsa bo'ladi? Mana bu yoq tomoni to'g'ri burchak, ya'ni 90 gradus ekan. 90 gradus bo'lsa, yani shu ikkita gruppada mana tegidagi gruppasi bor. Bu burchaklarning yig'indisi 180. Bu yoq gruppa bor. Bularning ham yig'indisi 180. Mana bu yoqda mana bu burchak ham bor. Z burchagini topish uchun 180 dan 90 ni ayirishim kerak. Yana mana bu noma'lum burchakni ayirishim kerak. Bu noma'lum burchakni bilmayman. Hozircha demak bu emas, men tegidagi aylana bilan ishlab turay, chunki Y gradusni topish uchun qolgan burchaklar ma'lum, 70 bilan 60. Demak, 180 dan 70 bilan 60 ni ayirsam Y burchagimiz kelib chiqadi. 50 gradus. Endi Y ni topib oldim. Endi Z ni qanaqa topsam bo'ladi? Z bilan Y ga qarasak, uchburchakning ichida turibdi. Bitta uchburchakning ichida turibdi. Y ma'lum, topdik 50 gradus ekan. Hop, 70 gradus qolgan uchi va Z qoldi. Z bo'lgan noma'lum burchagini topish uchun 180 gradusdan 70 bilan shu Y ga ayirib tashlasam bo'ldi. Hozir shuni bajaramiz. Hop, Z burchagini topish uchun boshqatdan yozib oldim. Boshqatdan qo'ydim. Demak, uchburchakning ichidagi boshqa burchaklar 70 gradus va Y burchagi. Y'imiz 50 edi. Shuni ayiramiz. Javobimiz 60 chiqadi. Z 60 ekan. Hop, 7-topshiriq. Trapetsiya berilgan, BCD teng tomonli uchburchak, ABD ni toping. ABD. Bu burchak qolib ketibdi. Burchak ABD ni toping. Mana noma'lum A burchak deb qo'ydi, shuni toping deb. Hop, A burchakni topish uchun, demak, shu trapetsiyani mana o'ng tomoni yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Shundan foydalanaman. Lekin menga A ni topish uchun mana bu ikkita burchaklar kerak-da. Bu burchaklarni qayerdan topaman? Bu burchaklar mana teng tomonli uchburchakning ichida turibdi. Demak, bularning hammasi 60 gradusdan bo'ladi. Endi A burchagini topish uchun 180 dan shu ikkita 60 ni ayiraman. Buni ham javobi 60 chiqadi. A ham 60 ekan. Keyingisi parallelogram berilgan, STU to'g'ri chiziq.
Hop, RST ni toping. RST. Bu yerda ham burchak qolib ketibdi. Ya'ni mana bu noma'lum A burchagini toping deyapti. Hop, bu burchakni topish uchun qaysi nimalardan foydalansak bo'ladi? Parallelogram bo'lsa, mana 120 bo'lsa, ro'parasidagi burchak ham 120. Endi mana burchakni topib olishim kerak edi. Mana shu uchburchak tasavvur qilsak, uchburchakning ichida bitta burchakga A, ikkinchi burchakga 120 gradus va uchinchi burchakga mana x deylik. Menga A burchagini topish kerak, ya'ni A ni topish kerak. 2 deb yozib qo'yaman, so'roq demoqchi edim. Hop, uning uchun birinchi x burchagini topib olishimiz kerak. X burchak mana 140 bilan x ni qo'shganda to'g'ri chiziq bo'lyapti. Demak, x ni topish uchun 180 dan to'g'ri chiziq 180 degani edi. 140 ga ayiramiz. Bu x burchak bo'ladi. Endi A burchagini topish uchun ham uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180, undan bitta burchagi 120 va ikkinchi x burchagimiz 40 ga ayirishimiz kerak. Bu 20 bo'ladi. Demak, bizdan so'ralgan burchak A burchak 20 gradus ekan. Keyingi trapetsiya, teng yonli uchburchak, to'g'ri chiziq, JMK ni top. JMK mana bu burchakni top deyapti. Buni ham mana A deb belgilab qo'ydim. Shu burchakni topish kerak. Hop, bu burchakni topish uchun nimalardan foydalansak bo'ladi? Ikki xil yo'li bor-da. Bu A burchak mana kichkina uchburchakning ichida joylashgan. JMK degan uchburchak. Uchburchakning bitta gradusi burchagi bor, 118 gradus. Bu yog'ida A burchagi bor, mana bu yog'ida noma'lum yana K ni oldidagi burchak bor. Demak, bu uchburchakdan foydalanaman desam, bu uchburchakning mana shu gradusini topib olishim kerak. Keyin A ni topib olayman. Endi ikkinchi usuli o'sha trapetsiyani chap tarafini burchaklari yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Mana chap tarafdagi burchaklar 118 gradus A burchak va mana bu burchak. Bu yerda ham demak A dan boshqa noma'lumi bor. Shuni topib olishim kerak. Qaysi yo'l tanlaymiz? Qaysi biri oson? Uchburchakning ichida turgandan foydalanamizmi yo trapetsiyani chap tarafidagi formuladanmi? Hop, mana ikkita uchburchak yon tomoni uchburchak, katta uchburchakning yon tomoni teng yonli bo'lganligini bekorga aytmayapti. Mana bu burchagi x bo'lsa, mana bu burchagi ham x ekan. Bu x larni topish uchun menga mana uchidagi burchak kerak. Mana B burchak kerak. B burchak 92 gradus bilan to'g'ri chiziq tashkil qilyapti. Demak, meni maqsadim mana bu to'g'ri chiziqda yotgan B burchagini topib olish. 180 dan 92 ni ayiraman, B burchagini topaman. Keyin bu uchburchakka o'taman, tagidagi uchburchakka o'taman. Uchburchak teng yonli bo'lgani uchun ikkita tarafi burchagi x. 180 dan B ni ayirib 2 ga bo'lsam x larni topaman. X ni topib bo'lganimdan keyin mana bu trapetsiyani chap tarafidagi burchaklar yig'indisi 180 gradusdan foydalanib A ni topaman. Demak, B ni topish uchun balkim soddaroq yo'li bordir, hozir xayolim kelmadi. 180 dan 92 ni ayiraman, 88 bo'ladi. B gradus 88 ekan. Endi x burchagini topish uchun 180 dan 88 ni ayirib 2 ga bo'lish kerak. Bu 46 bo'ladi. X burchagimiz 46 ekan. Endi A burchagini topaman. 180 dan o'sha trapetsiyaning chap tarafidagi yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Mana tepadagi 118 va x burchak 46 ni ayirishim kerak. 180 dan 118 ni ayirsa 62, 62 dan 40 ga ayirsa 22, 22 dan 6 ni ayirsa 16. Javobimiz 16 ekan. Hisob kitoblarda adashgan bo'lsam to'g'rilab qo'yarsizlar. To'rtinchisi, romb berilgan teng yonli uchburchak ichida bor ekan. Mana bunday kichkina chizib qo'yibdi. Hop, D bu 34 gradus ekan. Hop, D esi 160 ekan. B C ni top. Mana bu kichkina belgilangan burchakni top deyapti. Buni bu yerdagi S burchagini mana hammasi netchiligini bilaman, mana 34.
34 ro'parasi ham 34 bo'lishi kerak. Buni hammasi 34. Lekin buni ichidagi mana bu kichkina uchburchakni burchagi bor, A burchagi. Shuni ayirib tashlayman, o'shanda mendan so'rayotgan x burchagini topish kerak. A burchagini qanaqa topaman? Shu kichkina uchburchak, teng yonli uchburchak, D, Y, S uchburchak, teng yonli uchburchak. O'shandan A burchagini topish uchun, demak, 180 dan 160 burchagini ayirib 2 ga bo'lishim kerak. Bu 10 gradus degani. Endi mana bu o'zi hammasi 34 edi. 34 dan 10 gradus ayirsam, ana noma'lum x burchak kelib chiqadi. Ya'ni BSY degan burchak. BSY ni topish uchun 34 dan 10 ni ayiraman. 24. Bo'ldi. Keyingisi amaliy topshiriq. Bularni o'zingiz yopishtirib qo'yarsizlar endi. Hop. Bu yerda nima deyapti? Uch burchak, ichki burchakdan yig'indisi burchakning tengligidan foydalanib, to'rt burchakni ichki burchakdan yig'indisi 180 gradus ko'paygan 360 gradusga tengligini ko'rsating va tushuntiring. Hop. Mana uch burchak. Uch burchakning ichki burchaklar yig'indisi 180. Endi uch burchakka yopishtirib mana bunaqa uch burchak qo'yaman. Bu yoqdagi uch burchaklarimizni ham ikkinchi uch burchakni ham ichki burchaklarning yig'indisi 180. Endi to'rt burchak hosil bo'ldi. Bu ikkita uch burchakni yopishtirganimizdan to'rt burchakning ichki burchaklari yig'indisini topish uchun mana shu uch burchakni mana burchagi bilan mana burchagi to'rt burchakni burchagi bo'lib ketyapti. Mana bu yoqdagi mana ikkitala uch burchak, tepadagi uch burchakni burchagi va pastdagi uch burchakni burchagini qo'shsak, to'rt burchakni bitta burchagini beryapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa, ikkita uch burchakni burchagini qo'shsak, keyin to'rt burchakni bitta burchagini beryapti. Ya'ni to'rt burchakni burchaklarini topish uchun ana ikkita uch burchakni hamma burchagiga qatnashyapti. Hamma burchagini qo'shib chiqish kerak. Bitta uch burchakni burchaklari yig'indisi 180 edi, ikkinchisinikini ham 180 bo'lsa, demak hamma burchaklarni ikkita uch burchakni hamma burchaklarini qo'shsak 360 bo'ladi. Demak bundan xulosa kelib chiqadiki, to'rt burchakni ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus ekan. Shu qoidani eslab qolamiz. Hop, takrorlashni keyingi videolarda ko'ramiz. Xayr, salomat bo'ling.